Assalomu alaykum. Innova kitobi 31-mavzu masalalarni video tahlilini boshladik. Demak, 38-masala. Uchlariga M1 va M2 massali yuklar osilgan L uzunlikdagi sterjin uchidan L taqsim 5 masofada qo'yilgan tayanch ustida muvozanatda turibdi. Sterjinning massasi necha kilogramm? Demak, masala shartiga ko'ra bizda qandaydir sterjin bor ekan. Bu sterjinning bir uchiga 5,5 kilogramm massali yuk, ikkinchi uchiga esa 1 kilogramm massali yuk osilyapti. Shunda sterjinni uchidan L taqsim 5 masofada qo'yilgan tayanch ustida sterjin muvozanatda turibdi. 5,5 kilogramm massali yuk F1 kuch bilan og'irlik kuchi bilan sterjinga ta'sir qiladi. 1 kilogramm massali yuk ham qandaydir F2 og'irlik kuchi bilan ta'sir qila boshlaydi. Undan tashqari sterjinda o'zini ham og'irlik kuchi bor ekan, u F3 ga teng. Sterjin 5 bo'lakka bo'lingan. Va shartga ko'ra L taqsim 5 masofada tayanchga qo'yilyapti. Albatta, massasi kattaroq bo'lgan tomonga qo'yilishi kerak tayanch, shunda muvozanatda turishi mumkin. Mana shu nuqtaga nisbatan, demak, sterjin aylana oladi va shu nuqtaga nisbatan bu sistema muvozanatda turibdi. Bunda F1 kuchimiz M1 J ga teng bo'ladi. 5,5 kilogramm bo'lsa 55 newton. F2 kuchimiz 1 kilogramm massali yuk uchun mj hisoblasak 10 newton. F3 kuchimiz esa bizga noma'lum, u qandaydir mj ga teng. Birinchi kuchni aylanish o'qiga nisbatan yelkasi L1 barobar 1 birlik masofada turibdi. Har bir katakni qandaydir A birlikdan deb oladigan bo'lsak, A ga teng. Ikkinchi kuchning yelkasini ko'radigan bo'lsak, aylanish o'qiga nisbatan bu kuch 4 ta katak masofada turibdi. Demak, uning yelkasi 4A ga teng bo'ladi. Uchinchi kuchning yelkasi esa 1,5A ga teng bo'ladi. Sistema muvozanatda bo'lishi uchun unga ta'sir qilayotgan musbat kuch momentlarini yig'indisi manfiy kuch momentlarini yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Birinchi kuch ta'sirida sterjin soat strelkasiga teskari aylanadi. Demak, bu manfiy kuch momentini hosil qiladi. Uchinchi hamda ikkinchi kuchlar esa musbat kuch momentlarini hosil qiladi. Demak, F1 L1imiz teng bo'lishi kerak F2 L2 plus F3 L3 ga. O'rniga qiymatlarini qo'yadigan bo'lsak, 55 ko'paygan A barobar F2miz 10 ko'paygan yelkasi 4A edi. Plus F3imiz noma'lum bizda, yelkasi esa 1,5A ga teng. A'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 1,5 F3imiz teng bo'ladi 15 ga. Bundan F3 ni topadigan bo'lsak, 10 newton bo'lyapti. Demak, sterjinning o'zining massasi 1 kilogrammga teng ekan. A javob. 39. Massasi 100 kilogramm va uzunligi 3 metr bo'lgan to'sin uchlaridan bir xil masofada bo'lgan tayanchlarda yotibdi. Tayanchlar orasidagi masofa 2 metr. To'sinning bir uchini qo'zg'atish uchun yuqoriga tik yo'nalgan qanday minimal kuch qo'yilishi kerak? Demak, massasi 1000 kilogramm bo'lgan, uzunligi 3 metr bo'lgan to'sin uchlaridan bir xil masofada tayanchlarga qo'yilyapti. Tayanchlar orasidagi masofa 2 metrni tashkil qilyapti. Bizda qandaydir to'sin bor, uning uzunligi 3 metrni tashkil qilyapti. Va tayanchlar shunday
joylashtirilyaptiki, tayanchlar orasidagi masofa 2 metrni tashkil qilyapti. Demak, tayanchlar to'sin uchidan boshlab hisoblaganda yarim metr masofaga qo'yilyapti. Va bunda bir uchidan qanday minimal kuch bilan ta'sir qilganimizda sterjinni, mana shu to'sinni ko'tarishimiz mumkin deb aytilyapti. Sterjinni o'zini og'irlik kuchini F1 deb belgilaydigan bo'lsak, u to'sinning geometrik markazida, ya'ni o'rtasida joylashgan bo'ladi. Bu kuch va bu kuch ta'sir qilganda mana bu tayanch aylanish o'qi vazifasini bajarib beradi va shu nuqtaga nisbatan ular harakatlanishi mumkin bo'ladi. Birinchi kuchimiz ta'sir qilganda soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha harakatlanishi mumkin. Demak, bu hosil qiladigan moment musbat bo'ladi. Ikkinchi kuch ta'sir qilganda esa soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanishi mumkin bo'ladi to'sin. Demak, bu kuch hosil qiladigan moment manfiy bo'ladi. Birinchi kuchni yelkasini ko'radigan bo'lsak, umumiy uzunligi 3 metr edi. Masala shartiga ko'ra tayanchlar orasidagi masofa 2 metr. Shunga ko'ra biz xulosa qilib oldik, yarim metr masofada tayanchlarga qo'yilgandi. Yarmining uzunligi 1 metr bo'ladi. Demak, mana bu aylanish o'qidan F1 kuchgacha bo'lgan masofamiz 1 metrni tashkil qilyapti. Ikkinchi kuchning yelkasini topadigan bo'lsak, endi ana shu 1 metrga to'sinning yarim uzunligini, ya'ni 1,5 ni qo'shamiz. Demak, uning yelkasi 2,5 metrni tashkil qilyapti. Shartga ko'ra, demak, musbat kuch momentlarini yig'indisi manfiy kuch momentlarini yig'indisiga teng bo'lishi kerak. F1 L1imiz teng bo'lishi kerak F2 L2. Va bundan F2 ni topadigan bo'lsak, F1 L1 taqsim L2 bo'ladi. F1imiz to'sinning o'zini og'irlik kuchiga teng bo'ladi, ya'ni mg ga. Demak, 10 darajasi 4 ko'paygan L1imiz 1 metr taqsim L2imiz 2,5 metr. Demak, o'rniga qo'yib hisoblasak, 2,5 10 darajasi 3 newton kuch bilan ko'tarishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, eng kamida 2,5 kilonewton kuch kerak bo'ladi. Javoblarni ko'radigan bo'lsak, shu berilgan qiymatlar ichida eng yaqini 4 kilonewton bo'ladi. 500 yetarli bo'lmaydi, 400 yetarli bo'lmaydi, 4, 5 va 10 kilonewtonlar yetarli bo'ladi. Lekin mana shu javoblar ichida eng yaqini 4 kilonewtonni javob sifatida olamiz. C javob. O'zi mana bu yerda hisoblanilganda ham 10 da 2,5 ga bo'lib yuborsak 4 kilonewton bo'ladi. 40-test. Bir jinsli richak rasmda tasvirlangandek muvozanatda turishi uchun m massa qanday bo'lishi kerak deydi. Demak, bu yerda m mana bu richakni massasi deb qabul qilamiz. Unda ko'radigan bo'lsak, bir uchiga m massali yuk osilyapti va shunga ko'ra bu yerda qandaydir F1 kuch richakka ta'sir qilyapti va richak 6 ta bo'lakka bo'linyapti. Va bu nuqtadan tayanchga qo'yilyapti. O'zining massa markazi esa richakni o'rtasida yo'nalgan bo'ladi va bu yerda F2 kuch bilan richakni o'zini og'irlik kuchi ta'sir qila boshlaydi va bular muvozanatda bo'lish uchun musbat kuch momentlarini yig'indisi manfiy kuch momentlarini yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Faqatgina F1 kuchni o'zi ta'sir qiladigan bo'lsa, mana bu aylanish o'qiga nisbatan richak teskari aylanadi, ya'ni soat strelkasiga teskari aylanadi. Demak, bu manfiy kuch momentini hosil qiladi. Bu esa musbat kuch momentini hosil qiladi. Birinchi kuchning yelkasini ko'radigan bo'lsak, bitta katakni tashkil qilyapti. Ya'ni A ni o'ziga teng bo'lyapti. Ikkinchi kuchning yelkasi esa 2A ga teng bo'lyapti.
Demak, bu yerda F1 L1imiz barobar bo'lishi kerak F2 L2. F1 o'rniga yukning og'irlik kuchini olamiz. mg L1 yoki L1 o'rniga bir yo'la qiymatini qo'ysak A barobar F2 o'rniga mg 2A va bu yerdan m ni topadigan bo'lsak, m barobar bo'lishi kerak m taqsim 2 ga. D javob. 41. Rasmdagi sistema muvozanatda qolishi uchun bir jinsli to'sinning massasi necha kilogramm bo'lishi kerak? 40-masala bilan bir xil. Demak, bu yerda ham m barobar bo'ladi m1 L1 taqsim L2 ga. L1 mana bu yukning yelkasi 3A ga teng bo'lyapti. Sterjinda o'zini ko'radigan bo'lsak, umumiy uzunligi 9 ga teng bo'lyapti. Demak, uning massa markazi o'rtasida, ya'ni 4,5 da joylashgan bo'ladi. Bu yerda sterjinda o'zini og'irlik kuchi ta'sir qiladi. F2 ta'sir qiladi va uning yelkasi aylanish o'qiga nisbatan 1,5 A ga teng bo'lyapti. Demak, o'rniga qo'yiladigan bo'lsa 5 ko'paygan 3A taqsim 1,5 A barobar 10 kilogrammni tashkil qilishi kerak. E javob. 42-masala ham xuddi shunday. Faqat endi M1 yukni so'ralyapti. M1 barobar ML2 taqsim L1 bo'ladi. Ya'ni bu yerdan M1 ni topsak, massasi M ga teng, richakni yelkasi umumiy uzunligi 1 2 3 4 yana 9 ga teng bo'lyapti. Demak, massa markazi, ya'ni richakni o'zini massa markazi shu nuqtada joylashgan, aylanish o'qidan yana 1,5 masofada joylashyapti. Demak, m ko'paygan 1,5 taqsim 3 barobar a'lar qisqarib ketsa m taqsim 2 qolyapti. E javob. 43. L uzunlikdagi sterjinni 300 kg massali yuk osilgan L uzunlikdagi sterjinni 300 g massali yuk osilgan uchidan L taqsim 5 masofada tayanchga qo'ysak, u gorizontal holatda muvozanatda turadi deyilyapti. Demak, qandaydir L uzunlikdagi sterjin bor. Bu sterjinni bir uchiga yuk osilyapti va mana shu yuk osilgan nuqtadan L taqsim 5 masofada tayanchga qo'yilyapti. Demak, buni uzunligini qandaydir 5 birlikda deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bir tomoniga yuk osilyapti-da va ana shu uchidan bir birlik masofada tayanchga qo'yilganda bu muvozanatda turibdi ekan. Aylanish o'qiga nisbatan bu muvozanatda turibdi. Sterjinga ta'sir qilayotgan kuchlar: birinchisi mana bu yukning og'irlik kuchi deylik F1. Ikkinchisi richakni o'zini og'irlik kuchi. Uni massa markazi geometrik markazida, ya'ni mana bu nuqtada joylashgan bo'ladi. Bu yerdan qandaydir F2 kuch bilan ta'sir qilmoqda. Shunda birinchi kuchning yelkasini ko'radigan bo'lsak, u bitta katak, ya'ni A ga teng bo'lyapti. Ikkinchi kuchning yelkasini ko'radigan bo'lsak, aylanish o'qiga nisbatan kuch qo'yilgan nuqta 1,5 ta katak masofada turibdi. Ya'ni 1,5 A. Momentlar qoidasiga ko'ra M1G L1imiz teng bo'lishi kerak M2G L2 ga. Va bundan M2 ni topadigan bo'lsak, M1 L1 taqsim L2 barobar o'rniga qo'yganimizda M1 taqsim 2,5 degan ifoda qolyapti. M1 taqsim 1,5 degan ifoda qolyapti. Ya'ni M1 taqsim 1,5 ni 3 taqsim 2 yozadigan bo'lsak, demak 2M taqsim 3 bo'lyapti. S javob. 44. Uchlaridan biriga 1,2 kg massali yuk mahkamlangan bir jinsli sterjinning
yukli 3 dan L taqsim 5 uzunlikda nuqtasidan ko'tarilganda u gorizontal holatda muvozanatda turibdi. Sterjenning massa markazini toping. Demak, hozirgi masala bilan bir xil, faqat endi tayanchga qo'yilmayapti, osmaga mahkamlab qo'yilib, ya'ni ko'tarib turilibdi ana shu nuqtadan. Bir tomoniga yuk osilyapti-da. Mana shu yuk osilgan nuqtasidan L taqsim 5 masofada osmaga mahkamlab qo'yilyapti. Va shunda richak, ya'ni mana bu sterjen gorizontal holatda muvozanatda turibdi. Nimaga muvozanatda turadi? Chunki bunga ta'sir qilayotgan mana bu F1 kuchni hosil qilayotgan momenti o'zini og'irlik kuch ta'sirida hosil bo'layotgan M2 momentga teng bo'lgani uchun. Bunda yana yelkalarimiz L1imiz A ga, L2imiz esa 1,5 A ga teng bo'ladi. M2 ni topadigan bo'lsak, M2 bizda richakning massasi bo'ldi. Oldingi masalada ham 2 M1 taqsim 3 ga teng bo'ldi. M1 ni o'rniga yana 1,2 kg deb qo'ysak, 1,2 ni 3 ga bo'lib 2 ga ko'paytiramiz. 800 gram yoki 0,8 kilogram chiqadi. A javob. 45. Rasmda ko'rsatilgan bir jinsli kubni ag'darishda unga qo'yilgan F kuchining qiymati qanday bo'lishi kerak deyilyapti. Demak, bizda kub shakldagi jism bor. Mana bu nuqtaga nisbatan buni ag'darishimiz kerak ekan. Bunga ta'sir qilayotgan kuch, bu qirrasiga F kuch ta'sir qilyapti alfa burchak ostida. Bu kuch yo'nalishini tasvirlab olamiz va mana shu kuch yo'nalishigacha bo'lgan eng qisqa masofani topamiz perpendikulyar chiziq o'tkazish orqali. Va bunda kubning tomonini uzunligini A deb belgilaydigan bo'lsak, mana bu yerda F1 kuchimizni yelkasi bo'ladi L1. Sinus alfani topsak, sinus alfamiz L1 taqsim A ga teng bo'ladi va bundan L1 ni topsak, A sinus alfa ga teng bo'ladi. Sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng, demak bu A taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ikkinchi kuch esa kubning o'zini og'irlik kuchi. Og'irlik kuchini F2 deb oladigan bo'lsak, bu kuch yo'nalishiga nisbatan aylanish o'qigacha bo'lgan eng qisqa masofa mana buni o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda L2 imiz tomonini yarmiga teng bo'ladi, A taqsim 2 ga. Momentlar qoidasiga ko'ra F1 L1 imiz teng bo'lishi kerak. F2 L2 ko'rinib turibdiki, L1 bilan L2 teng yelkalarimiz. U holda F1 ham F2 ga teng bo'lishi kerak. F2 bu yerda kubning o'zini og'irlik kuchi deb aytib o'tdik. mg ga teng bo'lishi kerak ekan. Massasi 10 kg, demak eng kamida 100 newton kuch kerak bo'lar ekan. Shu yo'nalishda kuch ta'sir qilib, uni ag'darish uchun. 46. Massasi 10 kg bo'lgan bir jinsli kub O nuqtada poldagi qirraga tiralgan. Kubning B chetini biroz ko'tarish uchun A nuqtaga necha newton kuch qo'yish kerak deyilyapti. Demak, yana hozirgi vaziyat bo'lyapti ekan. Bizda kub berilyapti. O nuqtadan tayanchga mahkamlab qo'yilgan, faqat endi kuch gorizontal yo'nalishda ta'sir qilyapti. F1 kuch o'zini og'irlik kuchi esa vertikal yo'nalishda ta'sir qiladi F2. U holda mana bu kuch yo'nalishigacha bo'lgan eng qisqa masofamiz kubni o'zini qirrasi bo'ladi, ya'ni A ga teng bo'ladi. F2 kuchning yelkasi esa aytib o'tdik, mana bu yerdagi tomonini yarmiga teng bo'ladi. L2 barobar A taqsim 2. Demak, u holda F1 L1 teng bo'lishi kerak F2 L2. F1 ni topishimiz kerak. F1 barobar yoki shunday
o'rniga qo'yadigan bo'lsak, F1 ko'paygan L1imiz A ga teng barobar F2miz mg, L2miz esa A taqsim 2 bo'lyapti. Bu yerda demak F1imiz mg taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. 50 newton kuch bilan uni shu yo'nalishda kuch ta'sir qilib ag'darishimiz mumkin bo'lar ekan. A javob. Qirq yetti. Massasi 15 kilogramm bo'lgan brusokni O qirrasi orqali ag'darish kerak. Agar brusokning kengligi 50 sm va balandligi 75 sm bo'lsa, ag'darish uchun kerak bo'ladigan kuchning kattaligini toping deyilyapti. Demak, yuqoridagi 46-masala bilan bir xil. F kuchning yelkasi mana bu tomonda o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni bu bizda L1 bo'ladi. L1imiz demak 75 sm bo'lyapti. Og'irlik kuchining yelkasi esa mana bu tomonini yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu uzunligimiz. U esa 25 sm. F1 L1 teng bo'ladi P ko'paygan L2 ga. Bundan F1 ni topadigan bo'lsak, F1 barobar bo'ladi P L2 taqsim L1 barobar og'irligi 15 kilogramm bo'lsa 150 newton bo'ladi. L2 25 sm taqsim 75 barobar 50 newton kuch kerak bo'lyapti. B javob. 48. Demak, bizda mana bu chizma berilyapti. Bu chizmaga nisbatan kuchlarni yelkasini baholab olamiz. F1 kuchimiz mana shu yo'nalishda ta'sir qilyapti ekan, aylanish o'qidan kuch yo'nalishgacha bo'lgan eng qisqa masofamiz o'zi tasvirlab qo'yilyapti. Uni perpendikulyar holatda tushgan mana bu chizig'imiz bo'ladi. Buni L1 deb belgilab olaylik. Ikkinchi kuchimiz esa burchak ostida yo'nalyapti ekan, kuch yo'nalishigacha bo'lgan eng qisqa masofamiz yana tasvirlab berilyapti bizga. Bu L2 bo'ladi. Bu yerdagi burchagimiz 37 bo'lsa, mana bu yerdagi burchagimiz 53 gradus bo'ladi yoki mana bu burchagimiz 37 gradus bo'ladi. Demak, mana shu 37 ni o'zidan foydalanadigan bo'lsak, sinus alfani topamiz. Sinus alfa barobar bo'ladi burchak qarshisidagi katet L2 ni gipotenuza L1 ga nisbati. Demak, bu yerda L2 miz L1 sinus 37 gradus bo'ladi. Ya'ni 0,6 L1 ga teng bo'ladi. Vaznsiz plastinka deyilgan, demak uni og'irlik kuchini hisobga olmaymiz. F1 L1imiz barobar bo'lish kerak F2 L2 ga. Agar F2miz 60 newton bo'lsa, F1 nimaga teng deyilyapti? F1 ni topish uchun F2 L2 taqsim L1 ni hisoblashimiz kerak. 60 ko'paygan L2miz 0,6 L1 taqsim L1 barobar 36 newtonga teng bo'lishi kerak. C javob. 49. Tayoqchani rasmda ko'rsatilgandek vaziyatda tutib turuvchi kuchning yo'nalishi qanday bo'lganda uning moduli eng kichik bo'ladi deyilyapti. Demak, bu yerda shunday kuch bilan ta'sir qilishimiz kerakki, og'irlik kuchini hosil qilayotgan momentiga teng bo'lishi kerak. Mexanikaning oltin qoidasi bor. Yo'ldan necha marta yutsak, kuchdan shuncha marta yutqizamiz yoki kuchdan necha marta yutsak, yo'ldan shuncha yutqizamiz.
Demak, bu yerda bir nuqtaga ta'sir qilayotgan kuchlarning yelkasi qachon eng katta bo'ladigan bo'lsa, shunda kuch eng kichik qiymatda bo'ladi. Bu holda kuchni mana bunday perpendikulyar holatda, ya'ni tekislikka perpendikulyar holatda yo'naltirganimizda, kuchning yelkasi mana shu uzunlikda o'ziga teng bo'lib qoladi. Ya'ni shu holatda yelkamiz maksimal holatda bo'ladi, kuch esa minimal qiymatga erishadi. F1 kuch bilan ko'tarib turishimiz kerak. A javob. Qolgan kuchlar bilan ta'sir qiladigan bo'lsak, aytaylik, mana bu kuch bilan ta'sir qilsak, kuch yo'nalishini tasvirlab olamizda, unda kuchning yelkasini baholaydigan bo'lsak, kuchning yelkasi bunga teng bo'lib qoladi. Kuchning yelkasining uzunligi kamayapti, o'z-o'zidan F kuchning qiymati ortiqroq bo'ladi, ya'ni kattaroq bo'ladi. Agar gorizontal yo'nalishda kuch bilan ta'sir qiladigan bo'lsak ham, kuch yo'nalishini ifodalab olamizda, aylanish o'qidan eng qisqa masofani o'tkazamiz. Bu masofa ham mana bu gipotenuzadan kichkina bo'ladi. Demak, bu yo'nalishda ta'sir qilayotgan kuch ham mana bu minimal kuchimizdan kattaroq qiymatga ega bo'ladi. Muvozanat bo'lishi uchun. 50. Bir uchi tayanchga qo'yilgan va 8 kilogramm yuk rasmdagidek osilgan vaznsiz tayoqcha muvozanatda turishi uchun uning ikkinchi uchini ushlab turgan ip eng kamida necha newton kuchga chidashi kerak deyilyapti. Bir uchi tayanchga qo'yilgan va 8 kilogramm yuk osilgan rasmdagidek osilgan vaznsiz tayoqcha muvozanatda turishi uchun deyilyapti. Demak, mana bu yerda chizmani ko'radigan bo'lsak, bu richakka ta'sir qilayotgan kuchlar vaznsiz tayoqcha, ya'ni vaznsiz richak, uni og'irligini hisobga olmaymiz. Birinchisi bu yerda tayanch qo'yilgan. Tayanchning reaksiya kuchi ham ta'sir qiladi albatta, lekin uni aylanish o'qiga nisbatan momenti 0 ga teng bo'lgani uchun, ya'ni yelkasi 0 ga teng bo'lgani uchun uni momentini hisobga olmaymiz. Birinchi kuch 8 kilogramm massaga ega bo'lgan yukni og'irlik kuchi F1. Ikkinchi kuch esa ip yordamida hosil qilinayotgan ko'taruvchi kuch. Mana shu ko'taruvchi kuch ipda taranglik kuchini hosil qilib beradi. Va bu yerda birinchi kuchning yelkasini ko'radigan bo'lsak, 1, 2, 3, 6 ta A ga teng bo'lyapti. Ikkinchi kuchning yelkasi esa 8 ta A ga teng bo'lyapti. Demak, M1 J L1imiz teng bo'lishi kerak F2 L2 ga. Va bu yerdan F2 ni topadigan bo'lsak, M1 J L1 taqsim L2 bo'ladi. M1imiz 8 kilogramm, demak 80 ko'paygan L1imiz 6 ga teng, 6 A ga, L2imiz esa 8 A ga teng. Demak, ipdagi taranglik kuchimiz 60 newtonga teng bo'ladi. B javob. 51. Avtomobilning massasi 3,6 tonna, uning og'irlik markazi g'ildiraklarining o'qlari orasidagi masofani 3/1 nisbatdagi kesmalarga bo'ladi. Har bir juft g'ildirakning yo'lga beradigan bosim kuchini aniqlang deyilyapti. Demak, tasavvur qilamiz. Mana bu avtomashinani 4 tala baloni. Yuqoridan ko'rinishi albatta. Bu g'ildiraklarni birlashtirib turuvchi o'q. Mana shu o'qlarni tutashtirib turuvchi qandaydir richak bor deylik. Sistemani umumiy og'irlik markazi, ya'ni massa markazi mana shu masofani, ya'ni richakni 4 ta qismga ajratar ekan. 3/1 nisbatda bo'lar ekan. Tasavvur qilaylik, mana bu yerda sistemaning massa markazi joylashgan. Bu holda bu richakni endi yon tomondan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda massa markazi joylashgan va shu yerdan avtomobilning og'irligi ta'sir qiladi.
F1 deylik. Va bu yerda yuqoriga qarab yo'nalgan qandaydir n reaksiya kuchi hosil bo'ladi, ya'ni ko'taruvchi kuch. Ya'ni bu ballonlar shu richakni ko'tarib turadi. Bu yerdan esa qandaydir N2 reaksiya kuchi hosil bo'ladi. Agarda A holatda tayanchni bu deb tasavvur qiladigan bo'lsak, F1 va N2 kuchlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, A vaziyatimizda F1 ko'paygan A barobar bo'ladi N2 ko'paygan, bu nuqtadan N2 gacha bo'lgan masofamiz 4A ga teng va bu yerda N2 ni topadigan bo'lsak, F1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Massasi 3,6 tonna bo'lsa, og'irligi 36 kilonewton bo'ladi mg ni hisoblasak. Demak, uni endi 4 ga bo'lib yuborsak, 9 kilonewton bo'ladi. Demak, bu yerda F1imiz mg bo'lib 36 kilonewtonga teng bo'lyapti ekan. B vaziyatimizda esa endi tayanchni bu deb tasavvur qilamiz. Unda N1 va F1 kuchlar bir-birini muvozanatda ushlab turibdi. Unda F1 ko'paygan, ikkinchi holatimiz uchun yelkasini ko'radigan bo'lsak, 3A barobar bo'ladi N1 ko'paygan. N1 dan mana bu tayanchgacha bo'lgan masofamiz 4A ga teng. Demak, 4A. Va bu yerdan endi N1 ni topsak, 3 taqsim 4 F1 bo'ladi. 27 kilonewton bo'ladi. Bizdan har bir juft g'ildirakning yo'lga beradigan bosim kuchi so'ralyapti. Oldidagi bir juft ballonlar yerga 27 kilonewton bosim kuchini hosil qilar ekan, orqadagi ballonlar esa yerga 9 kilonewton kuchni hosil qilib berar ekan. S'si 52 avtomobil g'ildiraklari ko'rsatilgandek, rasmda ko'rsatilgandek ko'prik ustida turibdi. Avtomobil rasmda ko'rsatilgandek ko'prik ustida turibdi. Avtomobilning ko'prik tayanchlariga bosim kuchlarini hisoblang deyilyapti. Demak, bu yerda ham chizmani ko'radigan bo'lsak, A vaziyatda bu tayanch deb tasavvur qilamizda, mana bu yerda hosil bo'layotgan N1 va bu yerda hosil bo'layotgan N2 reaksiya kuchlari bor. A vaziyatda buni tayanch deb qabul qilamiz. Mana bu F1 kuchimiz N2 reaksiya kuchi bilan muvozanatda turibdi. Ya'ni bu kuchlarda hosil qilayotgan momentlari bir-birini muvozanatda ushlayapti. B holatimizda esa endi buni tayanch deb qabul qilamizda, bunda N1 bilan F1 ni ko'rib chiqamiz. Demak, 52. A vaziyat uchun yozamiz. F1 ko'paygan, mana bu aylanish o'qiga nisbatan F1 ning masofasi 2 metr ekan. L1 barobar N2 ko'paygan L2 va bundan N2 ni topsak, F1 L1 taqsim L2 bo'ladi. L1imiz 2 metr, L2 esa aylanish o'qidan mana bu N2 gacha bo'lgan yelkamiz 4 ga teng. Bu holda F1 taqsim 2 bo'ladi, 5 kilonewton bo'ladi. B vaziyat uchun ko'rib chiqamiz. B vaziyatda endi F1 L1imiz barobar bo'ladi N1 L2 ga. Bu yerda L1 deganimiz endi B vaziyatda to'xtaylar. Mana bu yerda o'rniga qo'yib hisoblayotganimizda L2 miz 5 metrni tashkil qilyapti ekan. 2 u 3. Demak, 10 ko'paygan 2 taqsim 5 barobar 4 kilonewton ekan. Endi N2 ni topadigan bo'lsak, F1 L1 taqsim L2 bo'ladi. Ya'ni faqat L1 L2 ni qiymatlari boshqa. Endi aylanish o'qiga nisbatan F1 kuchli yelkasi 3 ga teng, N1 reaksiya kuchining yelkasi esa 5 ga teng. 10 ko'paygan 3 taqsim 5 barobar 6 kilonewton. 4 va 6 A javob. 53.
massasi 240 kilogramm bo'lgan bir jinsli to'sinni B va C nuqtalaridan ikkita tayanch ko'tarib turibdi. AB 2 metr va BC 8 metr bo'lsa, B va C nuqtalaridagi reaksiya kuchlarini toping deyilyapti. Demak, endi bu yerda mana bu richakni og'irlik kuchini ham hisobga olamiz. Bu yerda N1 reaksiya kuchi ta'sir qiladi, mana bu yerda esa N2 reaksiya kuchi, ya'ni ko'taruvchi kuch ta'sir qiladi va bu yerda F1 ya'ni richakni o'zini og'irlik kuchi ta'sir qilmoqda. Birinchi holatda, ya'ni A vaziyatda buni tayanch deb qaraymiz, yana B vaziyatda esa buni tayanch deb qaraymiz. A vaziyat uchun yozadigan bo'lsak, tayanch bu. U holda F1 L1imiz teng bo'lishi kerak N2 L2 va bundan N2 ni topadigan bo'lsak, F1 L1 taqsim L2 bo'ladi. L1 ya'ni F1 kuchni mana bu tayanchga nisbatan yelkasi B haqida gap ketyapti. Mana buni O nuqta deydigan bo'lsak, BO. AB masofamiz 2 metr ekan, BC masofamiz 8 metr. Jami buning uzunligi 10 metrni tashkil qilyapti. Demak, F1 dan mana bu B tayanchgacha bo'lgan masofamiz 5 metrni tashkil qilar ekan. B dan shu F1 gacha bo'lgan masofamiz unda 3 metrni tashkil qiladi. Bu esa 2 metrga teng. Demak, endi o'rniga qo'ysak, F1imiz 2400 ko'paygan 3 taqsim 5 barobar 2400 ni 5 ga bo'lamiz va uni 3 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 480 ni endi 3 ga ko'paytiramiz. B va C nuqtalarining reaksiya kuchlari qanday bo'ladi?